Bugun qaynsinglim bilan birga pitsa qildik. Birga dedim, lekin qaynsinglimni o'zi qildi. Birinchi bo'lib un solamiz bitta idishga. Hamma retsept kommentariyada yozib qoldiraman. Undan keyin dro'jji solishimiz kerak. Keyin shakar solamiz. Keyin yaxshilab aralashtiriladi hammasi. Qaynsinglim bizdan 10 minut uzoqlikda turadi. Judayam yaqin bizga turadi. Judayam yaxshi qiz. Keyin undan tashqari, shakardan tashqari yana qo'shimcha xohlagan pripravalaringizni solsangiz bo'lar ekan. Bu даже bazilik soldi, chesnok soldi, har xil pripravalarni, quruq pripravalarni hammasini soldi. Yeah. Shunaqa mikseri bor. Mikserda aralashtirgandan keyin ichiga yog' solsangiz bo'ladi. Xohlagan yog'ingiz, xohlasangiz rastительный, xohlasangiz olivkovoy soling. Ko'rib turganingizdek, har xilcha yog'lar soldi. Qaynsinglim juda ham yaxshi 27 yoshga kirgan, erga tekkan. Bu uy arendada turibdi hozircha. Buni ota-onasining uyi, lekin arenda to'lab turishadi. Ko'rib turganingizdek, yana suv solyapmiz mana bu idishga. Bundan tashqari u mana shu uyda yonida yangi uy sotib olgan. Shunaqa chiroyli arendaga hozircha turgani bilan ham, lekin yangi uyini remont qilishyapti. Bularda ikkita uyi bor. Qattiq ishlashadi. Bu qaynonam, qaynsinglimning onasi, juda ham yaxshi ayol. Ko'rib turganingizdek, ichiga yana un solyapti. Bu retsept bular haqida aytib, shunaqa video qilmoqchi edim o'zi. Keyin ajratib oladi. Yaxshilab mix qilgandan keyin mikserda shunaqa chiroyli manzarada yashaydi bular. Keyin yana suv soladi ichiga. Juda ham chiroyli manzara. Ko'rib turganingizdek, shunaqa mazali manzara. Keyin отдельно bo'ldi. Mana bu idishni yog'lab olar ekanda. Keyin o'sha tayyor xamirni o'sha idishga solib qo'yar ekan 1 soatga. Xuddi ko'rganingizdek, o'rab 1 soatga ko'tarilishi uchun, chunki ichida dro'jjisi bor, 1 soatga qo'yib qo'yar ekan. Qaynsinglim ikkita shunaqa zuvala qilib oldi. Shunaqa chiroyli manzara, menga rosa ham yoqadi. Bularda kuchuklari bor, mushuklari bor. Juda ham ko'p, bolalari yo'q, faqat juda ko'p. You're scaring her. Oh, she's scared. Oh, Nora. Oh, no. Nora, get him. You gotta get him. Go get him. Woof, woof, woof. Oh, no, she's hiding. Look, it's the scared one. Now you're cornered. Hey, Jed. Hello. Just watching Doogie's new video here. Yeah. Popping balloons. Oh, he remembers you. Hey, you should give love. Gotta give love. Woo! You wanna go outside? You know what to think about. Okay. I know. Nora's like, hold me, I'm gonna bark. Nora, you gotta bite his ass. Come on. You gotta make sure it's square. You gotta make sure it's square. I would pay for it, and he thought it was free. So he would say every time, I hate Hawaiian pizza because Hawaiian is pineapple pizza. Yeah. I'd be like, No, okay. she would tell me, oh yeah, I just got this for free, and I'll just take it. No, but I would pay. I used to pay for it. I used to pay for it, and I'd make sure that every dish is clean. Because pizza place, you know how they do? But I'm gonna divide it so everybody gets a 6-inch pizza. Nora! No one's gonna have a perfect circle. Yeah. Mana pizza uchun sos. Har xil pepperonilar. Pepperoni.
Bu bacon. Hello. Sır. И оливки. I like this as well. Is it celebrated pizza dough? No, we didn't have enough time. This is the pizza. This is the sauce. Try one of your blueberry muffins yet? Sure. Sauce it up. And then you got your cheese meats, all your things, and I'm gonna start getting the next pizzazz ready. Har bitta odam bittadan pizza qildi, hamma o'ziga qoldi. Men esa birga o'zim bilan Jaredga qildim, yarmi Jaredga, yarmi meniki. Meniki faqat olivka bilan sir edi, uniki esa pepperonisi bor. Hamma o'zi xohlagan pizzalar qildi. Men sirlik yaxshi ko'raman, pepperoni qo'shmayman. Jared qo'shadi. Ko'plar qo'shadi, masalan, bular oilasida musulmon yo'q, shuning uchun hammasi xristian, bemalol yeydi. Ko'rib turganingizdek, hamma o'zini pizzasini tayyorladi. Mana otasi ham o'zini pizzasini tayyorladi. Onasi bilan birga qo'shib tayyorladi. Shunaqa chiroyli pizza, qarang qanaqa asal va shunaqa mazali ekan, menga rosa yoqdi. Videoga olish esimdan chiqib qolibdi. Juda ham mazali pizza chiqdi. O'zi 1 soat ichida zo'r pizza bo'ldi. O'zi ham rosa mazza qilib yedik. Yarimi uniki, yarimi meniki mazza qilib rosa ham yedik. Hamma pizzani yeb boshladi, kimdir yemadi, kimdirdiki endi pishadi. Rosa zo'r, qaynsinglim молодец, hamma narsani kesib tayyorlab, hammaga yordam berib, o'ziga oxirgi o'zi yedi. Rosa mazali pizza chiqqan. Men o'zim uyda qilganimda zo'r chiqmagandi. Bu opasi juda zo'r pishiradi. Har xil narsalar pishiriqlar pishiradi, nonlar pishiradi. Короче, молодец qiz. Shunaqa zo'r kun bo'ldi. Bu uni pizzasi edi. Vlog yoqqan bo'lsa like qo'yish